Telefon programma sohasida qiziqsangiz, telefonlarni kodlarini ochish va programma qilish sohasida qiziqsangiz, aynan bu video siz uchun maxsus tayyorlanyapti. Shuni programma sohasini o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga murojaat qilsangiz, YouTube kanalimga obuna bo'lib, Telegramda yozsangiz, bilan maslahat ya bilan qanday telefonga qanday dastur podsha qiladi, nima qanday dasturda olsak bo'ladi deb so'rasangiz, bemalol Telegramda yozsangiz, bemalol maslahat beraman. O'zim 3 yillik stajga egaman. Любой programma sohasida tushunaman. Любой telefon praktika programma qila olaman. Shuning uchun hozir sizlar bilan birgalikda bitta Pro dasturi haqida gaplashib o'tamiz. Uni hozirgi kunda ko'p istaklarimiz ishlab keladi. Ko'p telefonlarning ishini hal qiladi praktika programma sohasi bo'yicha. Keling, shu haqida Pro dasturi haqida ko'rib, uni qayerdan olish kerak, qanday sotib olinadi, qanday ishlasak bo'ladi deb shu haqida gaplashib o'tamiz. Bizga Pro dasturini qayerdan yuklab olsam bo'ladi, qayerdan olsam bo'ladi dedi. Shu Chrome'ga kirib olamiz. Google'ga yozamiz .pro.com deb yozamiz. Mana kiradi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zining saytiga kirdi. Endi buni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda pastda ko'rsatib qo'yibdi Android, Xiaomi, Infinix, Tecno, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei bunday Qualcomm. Sok protsessorlarga podsha qiladi ekan. Qanday telefonga podsha qilishlarini ko'rsatib qo'yibdi. Ma'lumot berib qo'yibdi. Biz buni hozir yuklab olishga bosamiz. Sizga 3 ta oyna tavsiya qilyapti, yo qaysi nimada yuklab olasan deyapti. Farqi yo'q, qaysida yuklab olishingizni farqi yo'q. Shuning uchun yuklab olishga bosamiz. Bu yerda download deyapti, yuklab olish deyapti, 59 va 12 megabit ekan. Ustiga bosamiz. Bizga mana yuklashga beryapti. Mana yuklayapti. Bizga bu ko'chirib olyapti. Bizga bu shart emas. Chiqib ketamiz. Bizga Pro dasturi bor. Pro dasturi bor. Mana kirib olamiz. Bu endi ikkinchi savol tug'ilishi mumkin. Bu Pro dasturini qanday sotib olsak bo'ladi, qanday aktivatsiya qilsak bo'ladi deb. Mana ko'rishingiz login bilan parol qo'yilgan. Shunday login bilan parol bersalaringiz, men bu yerdan 1 yilligini aktivatsiya qilib beraman. Ya 1 yilligi shu arzon narxda, shu o'zining narxidan 1-2 so'm ustiga qo'yib arzon narxda qilib kelishtirib beraman. Keyin sizga shu programma dasturi kerak bo'lsa, aktivatsiya qilish kerakmi, yo bilan telefonda programma qilish va boshqa narsani qilish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz, arendaga beraman. Endi bu Pro dasturining ko'rinishi shunday. Ko'rishingiz mumkin. Qanday telefonlarga podsha qilishi mumkin bo'lsa, shuga chiqib turibdi. 3 ta protsessorga podsha qiladi. Qualcommga, MediaTek, Unisoc protsessorga podsha qiladi. Qaysi telefonga qanday protsessor qo'yilgan bo'lsa, ana shu telefonlarga bo'lib alohida qilib qo'yibdi. Endi MediaTek telefon kelsa, Xiaomi'ning ritmlarining MediaTek bo'limi ko'rishingiz mumkin. Shuncha modellari bor. Burada nimalar qilish mumkin? Redmi telefonlarga mendan startni bosib, telefonni o'chirib ovoz ko'tarish, ovoz pasaytirish bilan bosib ulasangiz, olov qiladi. Menda kompyuter o'qiydi, ko'radi, ma'lumotlarni chiqarib beradi. Keyin telefon qiladigan nima, protsessorlar nima, hamma ma'lumot chiqarib beradi. Keyin bu yerda asosiy bo'limlarni ko'rib o'tyapmiz. IMEI Reaper deyapti. Telefonning IMEI kodi o'chib ketsa, 0 buzilsa, IMEI'lar ham buziladi. Telefon orqasida o'zining родной IMEI'sini qaytarib qo'yib yozish mumkin. Boshqa IMEI'ga yozish O'zbekiston Respublikasida noqonuniy, shuning uchun yozib bo'lmaydi, mumkin emas. Tavsiya beraman yozishga.
keyin reset FRB deyapti. Telefon Google akkauntga tushib qolsa, keyin telefonni o'chirib plus minus bosib urasangiz, Google akkauntni 10 sekundda o'chirib beradi sizga. Keyin men akkauntda shunday Redmi telefonida men akkauntga tushib qolsa, menda biroz email akkaunt topsangiz, sizga men akkauntini o'chirib beradi. Men akkauntini ham shu 100 ga modellarga, masalan, Redmi 14 dan pastga, Redmi Note 10 dan pastmi larga поддержка qiladi. Uni balandiga bu dastur поддержка qilmaydi. Shuning uchun Qualcomm telefonlarga ham shu emaillar nol qolsa yozish mumkin. Sizga shunday masalan buzilsa o'zining emailkasini qaytarib yozish mumkin. Mendan Qualcomm telefonlar orqasini ochib, Idel testnet bilan ulab transfer qilish mumkin. Mendan server Idel telefonning orqasini ochib, testnet bilan ikkita kontaktga tegizib, telefonni ulab, testnet bilan Google akkauntini o'chirish mumkin. Men akkauntini o'chirish mumkin. Keyin factory reset telefonni formatni sifroz qilish mumkin. Endi Huawei telefonlarda ham muddatlik Yerda reset FRP deyapti. Telefonni Google akkauntini o'chirish mumkin. Huawei telefonlarda, Honor telefonlarda testnet bilan ulash mumkin. Bunda sizga biron rejimda ulab bo'lmaydi. Bunday telefonni o'chirib, ovoz ko'tarish, ovoz pasaytirish bilan dastur o'qimaydi. Shuning uchun reset Huawei akkaunt ID dan o'chirish mumkin. Keyin Mediatek setting bilan mana ko'rishingiz mumkin. Honor 200 LED, 90 LED bor. Shuni qo'yib factory qilish mumkin, reset FRP qilish mumkin. Butlarni ochish mumkin. Oppo Realme'larda ham mana ko'rishingiz mumkin. Shuncha modellari bor. Eski modellar bunda Pro dasturi bu 20%, 30% modellarni podдержка qiladi. Bu Pro Oppo Realme uchun mo'ljallanmagan. Keyin Infinix Tecno telefonlarda 30%, 90%, 85% da podдержка qiladi. Telefonlarni podдержка qiladi. Shu emaillar 00 qolsa, o'chib ketsa ya shuni qaytarib o'zining Redmi emailkasini yozish mumkin. Keyin mendan Google akkauntini o'chirish mumkin, factory sifroz berish mumkin. Keyin fix del error bor, bu telefon yonib o'chib, download error ashib telefon jonaveradi, o'chaveradi, nega jonmaydi. Shunda bunga ulab start knopkasini bir bosib ulasangiz, telefonda keyin shu ashibka muammosini hal qilib, telefonni yoqib berishi mumkin. Keyin Meta Mode degani bu telefonni o'chirib, kabel shunday ulasa, Meta Modega o'tadi. Telefon shunday o'qib, menda info olish mumkin. Keyin yerda antikrik bor. Antikrik degani bu telefon o'chib qoladi, keyin telefon yonib bir qizil yozuv chiqib qoladi, telefon yonmaydi. Shuning uchun menda antikrikka qo'yib start knopkasini bir bossa, antikrikda yechiladi, telefon keyin yonadi. Shuni ishlab bajaradi, shuni ishlar qila oladi. Keyin antikrikka tushgan telefonlarda 20% 30% yechiladi, qolgani yechilmaydi. Qolganiga boshqa telefonlar qiladi, dasturlar qila oladi. Yerda Samsung bor. Yerda Samsungning eski modellariga podдержка qiladi. Shunda ham eski modellarga akkauntni ochish mumkin. Keyin sizga
nima desam bo'ladi, sizga YouTube'ga kirgizib berishi mumkin. Keyin Chrome'ga kirgizib beradi. Sizga Chrome'ga kirgizib bersa, siz u yerga saytga kirib, Google akkaunt o'chirish kiraman telefonga o'rnatib, shunday ishlar qilib Google akkauntni o'chirishingiz mumkin. Ro'shnay. Keyin buning bitta Samsung tomonga Pro Samsungga Macrot deydi. Bilasizlar, Samsunglarga rot o'rnatmasa ko'p funksiyalarni ishini bajarmaydi. Shuning uchun rotni faylni o'rnatib telefonni birashqa Samsungga kiramiz. Apple'ni qo'yib, Macrotni telefonni Adobe rejimda ulab bir bossangiz, sizga rot tayyorlab beradi. Keyin qaytarib yozsangiz rot o'rnatiladi. Keyin Vivo'larga mana shu hammasi, masalan, qanday imkoniyatlar qilish mumkin bo'lsa, Google akkauntini o'chirish, reset FTP'ga boshqa qanday imkoniyatlar qilish mumkin bo'lsa, mana shu yerda bor. Bu tushuntirib aytdim. Endi bunda ham telefon haqida info olish mumkin, emaillarni tuzatish mumkin. Siz yangi telefon kelsa, asosiy o'rganib borasiz. Unisoc protsessoriga antikerk bor. Masalan, Xitoy telefonlariga boshqa Tecno Infinix'lardan antikerkka tushib qoladi. Telefon yonmaydi. Shuning uchun unda antikerkni bosib eshitsangiz, telefon juda Pro dastur parcha qilsa, ulasangiz antikerkni yechadi, telefon yonadi. Keyin Google degan telefonim bor, men ko'rmaganman. Ko'rsangizmi shunday ishlarni qilagan, infolarni butlarni o'sarkan, qo'yib qo'yadigan. Asosan bu dastur Redmi telefonlarga, keyin Mediatek protsessor Qualcomm'ga, Unisoc, Tecno Infinix'larga, Xitoy telefonlarga parcha qiladi. 95% parcha qiladi, lekin Oppo, Realme, Vivo'larda parcha qilolmaydi. Ayrim 20%, 30% ishlarni qiladi, ko'p ishni qilolmaydi. Oppo, Realme, Vivo boshqa telefonlarda Oppo, Realme qiladi. Oppo, Realme telefonlarda Android dasturi qiladi. Shunda hamma dastur programmalar bo'lib olgan. Bitta dastur hamma telefonda parcha qilolmaydi yoki ish qilolmaydi. Shunga bo'lib olgan. Shuning uchun qo'limdan kelgancha tushuntirdim. Tushuntira olmagan bo'lsam, uzr. Yana qanday savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin. Yana qanday dastur qiziq bo'lsa yo qayerni tushunmagan bo'lsangiz, so'rasangiz tushuntirib berishim mumkin. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Qilmoqchi obuna bo'lib qo'ying. Bundan foydali, bundan zo'rlari oldinda video chiqarishni, dars qilishni davom ettiramiz.